Diqqat aholiga ogohlantirish. O'zgidromet agentligi haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Hafta davomida harorat foni pasayib, yomg'irlar yog'ishni boshlaydi. Videorolikni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoroligimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Hafta davomida harorat 32 darajagacha tushishi mumkin. Prognozlarga ko'ra, ushbu ish haftasi davomida havo harorati 35-38 darajadan 32-35 darajagacha o'zgarib turadi. 4-7 avgustda 38-40 daraja atrofida bo'ladi. Bu kunlarda havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat respublikaning tog'li hududlarida, shuningdek 4 avgustda Farg'ona vodiysida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent viloyati hamda Farg'ona vodiysi viloyatlarining tog' oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. 3-5 avgust kunlari respublikaning ayrim joylarida shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda chang to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Toshkentda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 6-7 avgustda 35-38 daraja, 4-5 avgustda 33-35 daraja bo'ladi. Kechalari havo harorati 20-23 daraja atrofida bo'ladi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Vaqti bilan 10-12 metr sekundgacha, 4 avgustda 12-15 metr sekundgacha kuchayadi. Shaharning ayrim joylarida chang to'zon kuzatiladi. Avgust oyi oxiriga kelib, O'zbekiston hududiga nisbatan salqin havo kirib kelishi mumkin. Natijada kunduzgi harorat asta-sekin 25-30 darajagacha pasayadi deyiladi ma'lumotda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, videoni barcha tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.